Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa biz navbatdagi ko'mir kotelotron xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Urganchni Beruniy yo'lda Chalishda ekan. Baraka marketda xudo xolasa ko'mirli kotelimizni ustanib ketdik. Bu xonadonimizga 15 million so'mlik aksiyali ko'mirli kotelimizni ustanib ketdik. Endi bunda nima ketdi deb so'rasangizlar, bu ko'mirli kotelimizda 15 million so'm aksiyani içinde doполнительный vejlar qo'yildi. Общий biza 7 точкаga berganmiz, lekin bu yerda 9 точка batareya qo'yildi. Shuni evazini qo'laqqa ketgan boshqa vejlar bilan 22 million, salkam 23 million so'm pul chiqdi. Yana bir qator ko'rib boraverasizlar. Yine şimdi yine batareyalarni qo'ldan kelgancha akkuratni aytib o'tirdik. Biz batareyalarni 100 shtuk qo'yganmiz, 130 shtuk ketdi. Ana shuni evazini yine şimdi yine qo'ldan kelgancha akkuratni aytib ishladik. Yine bu paxsalari o'zi qiyshiq ekan, biz turbalarni to'g'ri qo'yganmiz. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Bu uyimizda общий 9 точка batareya qo'yildi, 11 точка bo'ldi. Общий ketgan расход 23 million so'm bo'ldi. Hamma vejlari o'zlarimizdan bo'ldi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni oyamanglar. Yine batareyalarimiz hammasi akkuratni ko'rinishda. Endi bellarimizni remont etar ekanlar, xudo xolasa. Ham bellarimiz normalni qizib turibdi. Yine bellarni ham pastdan o'tirib, akkuratni aytib ishlaganmiz. Bir dona batareya o'zida bor edi, uni ham o'zina qo'yib ishlatib berdik. Baqina egasi, ag'a 15 million so'mlik aksiyamiz to'g'rimi ekan ag'a? Aytilgan ishlar ma'qulmi sizga? Esa shu 1 yilcha garantiya nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Shu batareyani o'shaning yana turbani qizibmi ekan ag'a? Aytgan ishlarimiz ma'qul axir. Yine ay молодец. Esa 1 yilcha garantiya ag'a. Yine hamyurtlar ko'rib tursalar, yine 15 million so'mlik aksiyani içinde 5 metr turbamiz kaldı. 5 metr turbani tashab ketamiz. Sababi bu aksiyani o'zining içindeki turba o. Kotyolumuza keladigan bo'lsak, yine kotyolumuz yine zo'r neda ishlab turibdi. Gradusına keladigan bo'lsak, yine 60 gradusda ham yeri zakonni ishlab turibdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qo'yamiz. Like bilan podpiskalaringizni oyamanglar. Endi kotelimizni uyning egasida ko'mir yo'q ekan, shuni o'dan bilan qizdirib qo'yaverdik. Yana yonib turishi. Shuni bilan kimga ko'mirli kotel o'tiraman deb bilgan donishlarimiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangizlar, xudo xolasa sizlarga ham shuningdek arzon chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.